Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Banker PUBG. Bugun sizlar bilan Instagram reaksiya qilamiz. O'zingizlar fikringizni yozib ketinglar, qani. Ketdik. Ha, aytgancha like va obuna bosib ketinglar. Ketdik. Köpəklərdən qo'rqaman, itlərdən. İt quvlasa qochma deyishadi. Nima qilishim kerak? O'tirib kart o'ynayman it bilan. Qochaman-da, ya'ni qochmasdan deydi. Bunday tosh olgandek tasavvur qilib tosh yo'q bo'lsa ham bunday qo'rqitsang qochadi deydi. Men tasavvur qilaman itchi. It down deb o'ylaydi-yu, meni ko'rib tosh tasavvur qilmaydi-u. Yo, nima shunaqa teoriya bormi? It downlarni tishlamaydi degan. Ya'ni bittasi aytayapti, shunaqa priyom bor, it seni tishlasa deydi. Orqasiga qo'lingni tiqsang, qo'yaveradi deydi. Qulog'ini tishlab olarman balki, tindag'ini olib qo'yaman. U qanday qilib men qaraylar, o'sha teoriyani bilmaydigan odam meni it orqasiga qo'limni tiqib turganimni ko'ryapti-da, nima deb o'ylaydi? Itdan qutulyapti ekan deb o'ylamaydi. Bu itni meni qo'limdan qutqarishga harakat qiladi. Shuning uchun qochgan yaxshi, o'zi qochish kerak, qaramas. Ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona, qahva bir bahona, diydor g'animatdir. Suva var dese, şef. Nima? Hozir bitta video ulab qo'yaman. Kulganda ko'tini ilon chaqsin. Nima oldu? Hozir bitta video ulab qo'yaman. Kulganda ko'tini ilon chaqsin. Hozir bitta video ulab qo'yaman. Kulgan. Men seni mana shuncha yaxshi ko'raman. Salom, ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Chap qo'lim, o'ng qo'lim, burnim, qulog'im, kallangiz oyog'im deydi. Тысячу поводов, сердце запас. Ты любишь золото, а я по городу тихо басту. Мимо жил. O'quvchim sizlarga bitta mantiqiy savol beradi. Qani kim topa olar? Qaranglar, ko'r, kar soqov bo'lgan ekan. Salom. Dada, futbolga ketyapsiz, borsa o'ynasin futbol. Sog'lig'iga foyda-ku. Men Abu Bashiriddin Qozi Nizomiddin Zimziyovandi Alloh qul Rapatanzoda Girvon Turxon ibn Sug'urtaxon Qori Turxiy Kanamatulloh Suromulloh Zaif xo'ja Abu Zayfana ibn Kayfana Devolzoda Abduqunqa Mullo Durbin Ali Al-Mayobi Abu Sharobi Gulandoni ibn Nasibilloh xon Qori Behdin Ali bo'ladirmen Mavlono. Men Abu Bashiriddin Kuningiz zo'r o'tayotgan bo'ladi, ayasizlik qiladi. O'g'lim yaxshimisan deydi. Yaxshiman siz. Chekarakka o'tgan gap bor deydi. Chekarakka o'tasiz. Ha, gapiravering siz. Ha, uy kelar, uyda gaplashamiz, seni ham yuragingni siqmaydi deb o'chirib qo'yadi-yu. Yuragimni siqib qo'ygan yaxshiydi, siqib qo'ydi o'zi. Men hamma yo'qda eslashni boshlayman men. Hamma yo'qda. Yoshligimda ko'chada bolalar topolmasini ko'chaga bekitib qo'ygan qilichimni o'zimdan topa olmay qo'ygan ash qilichimni ham qayerga bekitganimni eslayman. 3-sinfda dastiga chiqib ayta olmay qo'ygan she'rimni ham eslayman. Hamma yo'qda eslayman, to'g'risi. Hamma yo'q esimda. Sizlar banisiga tushib olish planini tuzganmisizlar? Yo'l men yo'l qo'ynashni qanaqasi tuzib ketardim. Hozir mashina olib ketsa zo'rlar. Shunaqa darajada tushunyapsizlar. Uy kirib choy ichib. Onalarni bilsanglar, ona plus tapichga 15 yillik snayperdan opit katta bo'la bilasizlar. Toshni uradi. Bitta otib chiyib qo'yib turib, "Apga ber tapichkamni" deydi. "Apga ber, yomon qilaman o'sha olsam" deydi. Bo'pti deb tahdiddan qo'rqib tapichkani olib borib berasizlar. Hayolda bitta narsa ish qilib qotishga ulgurib qoladi. Ikkinchisini otmasin-da. Gitler ham unaqa beshafqat emas, ikkinchisini otmay tursin deysizlar. Lekin onalar 2 qadam oldinda sizlardan ikkinchi marta otishdan ko'ra, mana bo'yningizdan bit tushaydi deb bitta chapaloqdan beradi. Yig'latib qo'yib turib, ne turib oladi. Uraymi yana, uraymi deb. Utta men ha deyman-da. 10 marta uring deyman-da utta. Keyin onalar shunaqa narsasi bor, bilsanglar, birinchi marta qayerda ruxsat so'raysizlar-ku. Yo'q deydi.
Ikkinchisi haligi yig'lamsirab so'rasanglar, manaqa gapi bor, ham ruxsat emasda u gap. Boraveru, ammo biz ruxsat bermadik deydi. Kim? Biz kim u? Otammi? Nima yesening bilan sizmi? Bilmayman, kim bizni ichida borligi. Chunki otamga farqi yo'qda. O'shanaqa payt borsa to'g'ri bo'ladimi? Bormasam akalar, shunisini aytinglar. Onalarni bilsa, eng yaqin do'st bilan hech qachon qayergadir nimadir o'rganishga borib bo'lmaydi, repetitorga. Chunki men bitta o'zim borsam, u yerda dars bo'ladi. Do'stim bilan bordim, yemagan basharasini ko'rib kulgim kelaveradi. U bolani o'qishda xohlayotganini o'zi men uchun kulgili. Ba'zida basharasiga qarab turib, mana yurtimizda yomg'ir yog'mayotgani, mana shu bolani qaysidir gunohlari uchun bo'lyapti deb o'ylayman. To'g'risida 3 yil metga tayyorlandi. Xudoga shukr kira olmadi, to'g'risi. Yo'q qilardi insoniyat yarmini. Ammo 3 yil Gapirish bo'yicha dunyo chempioni. tayyorlandi. Men u bolani tasavvur qila olmadim. Med sohasida stomatolog bo'laman, nevropatolog bo'laman, qaysi yo'nalishda maksimum kinnachi xola bo'lishi mumkin deb o'tirdim-da, to'g'risi duo qilib, meni duoyimni deb kira olmadi o'zi. Hali bola bilan ingliz tiliga ham borganmizda, billa. Birinchi darsda o'zlashib ketganmiz. Hamma 10 gacha chiroyli sanagan bo'lsa, biz 6 gacha sanab kulib yuborganmiz. Ustoz bor yo'qol beti yo'la deb chiqarib yuborgan. Shundan keyin bormay, uydagilar borishyapsanmi? U bu narsa deb berishchi desa, ikkovimiz uydagilar bilmaydi, birga gaplashib qolardik. My friend, of course, umbrella desam, u ham yes bro, present continuous orange potato deb. O'shana deb turaverardik. Ingliz tili ustozni oldida qani gaplashib berishchi deyishmagunicha uyimizdagilar. Eng yaqin do'st bilan hech qachon qayergadir nimadir o'rganishga borib bo'lmaydi, repetitorga. Chunki men bitta o'zim borsam, u yerda dars bo'ladi. Do'stim bilan bordim, yemagan basharasini ko'rib kulgim kelaveradi. U bolani o'qishda xohlayotganini o'zi men uchun kulgili. Ba'zida basharasiga qarab turib, mana yurtimizda yomg'ir yog'mayotgani, mana shu bolani qaysidir gunohlari uchun bo'lyapti deb o'ylayman. To'g'risida 3 yil metga tayyorlandi. Xudoga shukr kira olmadi, to'g'risi. Yo'q qilardi insoniyat yarmini. Ammo 3 yil tayyorlandi. Men u bolani tasavvur qila olmadim. Med sohasida stomatolog bo'laman, nevropatolog bo'laman, qaysi yo'nalishda maksimum kinnachi xola bo'lishi mumkin deb o'tirdim-da, to'g'risi duo qilib, meni duoyimni deb kira olmadi. Maktabda o'quvchiga kulish mumkin bo'lmagan nimagadir. Mana hozir esimga tushyapti, nimagadir. Har kulsak men. Ochib qo'yibdimi kulyapsan yoki nimaga kulyapsan? Deyisharar, nimaga kulyapsan shu? O'tiribmizmi? Nimaga kulyapsan sen? Prosta yeseningni sharpasi qitilayapti meni. Ustoz men qayerdan bilaman? Kulgili narsa eshitganim uchun kulayotgandirman. Ustoz sal o'ylaychi. Chiq, aytib ber bizga. Kulaylik biz ham. Eshitaylik, bira. Bo'ldi mana. Mana kecha 2-soat hojatxonaga ulgurmay qolgan ekan. Eng qizig'i bu 5-soatda biz bilan birga ketgan uyga. Davomini ham aytaymiz. Nimasi kulgili shuni? Qani, men jinniman u. Bo'ldi, 2 qo'ying unda menga. Kulmaydigan narsa kulib qo'ygan uchun degan anaqa ham bor-ku, to'g'rimi? Maktabda kulmaslik degan qonunni ham o'ylab topyapsiz-ku. Davay 2 qo'ying, ertaga ota-onamni chaqirib bo'ldi o'zi. Meni kulgushunosga ko'rsatib yuborsin. Kech qolib yursangiz darsga devorga qaratib qo'yadi. Dars oxirida o'zingga xulosa chiqardingmi? Devorga qarab qanaqa xulosa chiqaraman? Devorga qarab chiqardim, keyin safar kech qolsam kirmayman darsga. Shu xulosa. Hamma kasal bo'lgan bo'lsa kerak. Eng qizig'i hammani ayasini o'zbek xalq tabobatidan xabar bor. Xalqning xabari yo'q haliginaga tabobat borligidan. Ibn Sino ham odamlar yurish-turishingizga qarab qiyin davr bo'lmagan deydi. Bolalar bilan gaplar. Sen de qiynalmagansan deyshadi. Aka qiyin davr bo'lgan bizda ham. Uyimiz yo'q bo'lib qolib aka. Uyimiz yo'q bo'lib boshqa davlatlarda 30 kundan yashab yurgan paytda Dubayda villalarda qolib ketganmiz aka, ishonasizmi? Eyfel minorasining ro'parasida kvartiralarda qolib ketganmiz aka. Ko'chaga bolalar o'ynagani chiqardi. Men teng qurbonlar yoshligimda aka. Veliklari bo'lardi haligi bolalarni. Samakatlari bo'lardi. Meni veligim, samakatim yo'qligidan aka uyatganimdan uyimda PlayStation'im o'ynab o'tira olardim. Esimda dadam uyga kirib ro'zg'orga 1 so'm ham pul qolmabdi degan payt aka, esimda kichkina bola bo'lsam ham faqat dollar qolgan ekan. Yaqinda bildim aka, grechka ovqat ekan. Biz uni itimizga berardik. Odamlar yurish-turishingiz har safar eslasangiz kulgingiz kelaveradigan narsa bo'ladi-yu, lekin o'zi bu narsaga kulib bo'lmaydi. Endi mana qitimir ipiloslar deb bo'ladi shunaqa narsa. Hali bitta yaqin oshnamizni qanaqadir uyda janoza bo'lib qoldi, o'tib qoldi kimdir. Patoga boradi. Ertasi kun duo qilib bergan kichkina bolalar ham bo'lsalar to'planib, bir kishinikida borib, to'g'ri olib ashida uyda borki do'ppilar yig'ishtirib, biz ham bordik 5 kishi. Kirdik, kiruvdik, Ali aka aytayapti. Bolalar o'qiydigan aka o'tib ketdi, ichinglarda o'qiydigan odam bo'lsa chiqib o'qursin deydi. Ali qitimir oshnam ha mana bola o'qiydi, chiqing o'tiring. O'ting oshna dedi. Ali bola o'tib o'tirib oldi. Shunishinglar uchun aytaman, ona bola o'zbek, lekin Rossiyadan kelganda u tushunmayapti nima bo'layotganini, tushunyapsizmi? Bilmayapti. Biz mashinada o'tiribmiz. Kulib yormaslikda hali joyda. Qitilasa ham unaqa kulgisi kelmaydi. Ona bolani miyasiga arabskiy VPN yaqib beshib. Uluka more dubzeloni deb bermaydi-yu.
turib haligi 1 minut jim turib, "Uka, siz o'qiysizmi?" deydi hali oshnamga qarab turib. "Ha, 4-maktabda o'qiyman" dedi-yu. Har safar eslasangiz kulgu. Otasi bilan ish qilgan bolalar tushunadi, chunki ota uyda ish qilayotganda prosta o'tirish bu hayot uchun xavfli. Turish uylariga oldi. Nimadir qilib qo'lini urib oladi. Sekira nafas ol deb beradi eng kamida. Sizlar aybdor bo'lasizlar. Eng apasni joyi bu anaqa topib chiqqin deydi. Anaqa nima o'zi deb so'raolmaysizlar, chunki so'rasanglar, "Sen odamning gapidan xato topyapsan" deb. Katta o'polding. Bo'lmay, qadaligini ham aytmaydi, ko'zi ko'rsatgan taraf 2 marta qo'shni uyga kirib yetib qolgan. Mana qilib berib turiladi. Qo'shnilarim ham tushungan odam. Men ham yoshligimda chiqqan masalaga. Bestga ish qilayotgan, ha. Anaqani topaman, peshinga chiqaramsiz deb. Qaytib kelaman, ota anaqani topolmadim desam, "Hozir men kirib topaman, nima qilaman?" deydi. Ha, конечно, siz topasiz-da, u siz bilasiz uni nimaligini. Shuni kiradi, birinchi turgan narsa anaqa bo'ladi. Bunday qarab turib, "Sen qaramagansan-da" deydi. "Ko'zing ko'r seni o'zi" deb turib, ashindan ham so'kish deb. Ota Instagram uchun like. O'tirib turib o'ylayapman, nimaga biz qaysidir kalendar bo'yicha yashashimiz kerak? Ha? Nimaga? Nimaga unaqa? 1-yanvarni kutish shartmi, to'g'rimi? Men bugun sizlarni yangi yilinglar bilan tabriklayman. Bo'ldi. Maza qilinglar. O'tirib turib o'ylayapman, nimaga biz qaysidir kalendar bo'yicha yashashimiz kerak? Ha? Nimaga? Nimaga unaqa? 1-yanvarni kutish. Yaxshimisiz uka, tuzimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Ha, qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga aka qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimikiga? $500 Abbos degan. Maktabda o'qiyotgan paytimizda bizdan bitta kichkina sinfda o'qiydigan Mo'min degan bola bo'lardi. Laqabi Taxtakan edi. O'zidan katta sinfda bolalarni ham dang'illatib urib tashardi, o'zi tengqurlarini kuziriydi. Biz bilan ham oshna-g'ayni bo'lib yurardi, bilyard xonalariga tushsa, kanali qilib, yapishib, bitta ota deb hamma tosh xoramini chiqarardi. Yo'q desa shunday qo'lingizda keyin olib turib, keyin ko'ta bilan solardi-da, shunaqa peli bor edi, sal psixroq edi. Bir kun og'ri jonimdan jahl to'yib ketdim-da, zaybal bo'lib ketdim. Yangi yer, dam ol. Eshityapsizlar? Yomg'ir yog'yapti. Hali aytuvdim, hali oshnam Asha bolani qilgan gunohlarim deb yomg'ir yog'may turibdimikin deb mana oxiri tahorat olibdi shekilli do'stim. Hech yo'q, betini vlajniy salfetkada artganga o'xshaydi. Salpal yog'yapti. Oxirgi marta shu yomg'ir yoqqaniga xursand bo'lganim mana shu ancha bo'lib ketgan ekan. Dadam tur bugun men tashqarida ishlarni qilib tugatib bermasak bo'lmaydi degan payti yomg'ir yog'ib yorganda ishdan qutuluvdim. Endi u payt bunaqa yomg'ir emasdi. Bunaqa yomg'irga dadam hech qachon ishda o'tkazmaydi. U paytda realda mana paqirlab yog'ayotuvdi-da. Bitta chiqishingizga paqirda tushadigan bo'lib, paqir bilan yog'ayotuvdi, ashinda to'xtatuvdi. O'shanda ursam bo'lgan edim yomg'irga bu darajada. Hozir bayramda kutib olyapman, eshitib o'tiribman, prosta quloq maza qilish uchun eshitib o'tiribman. Diğer yaxshimisan? Mana 2025 tugashiga ham 1 oy vaqt qolibdi. Endi yilni yaxshi kayfiyatda tugatish kerak, shuning uchun hali kayfiyat zo'r bo'lish uchun mayli mendan ketsin, shu 2025 da qilingan xatolar uchun, ayblar uchun, hammasi uchun uzr. So'ra mendan. To'g'risi, baribir hamma biladi-yu, uzr so'rashga mendan ko'ra haqliroq, moneligi bor insonliging, to'g'rimi? Sen uzr so'rab qo'yaver. Men endi vaziyatga qarab sekin uzraman, kechiraman seni. Yaxshi kayfiyatda tugatganimiz yaxshi-da, baribir. Prosta hech narsa qilmagan bo'lsang ham uzr so'rab qo'yaverchi. Birga bo'lar. Odamdan yaxshilik qoladi deydi. Yaxshilik qilib seni kechirarman balki. Diğer yaxshimisan? Xo'p, do'stlar, shu bilan reaksiyamiz tugadi. Hammaga omad, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.